siz ham bir sariq mashinalardan, mana shunaqa raketa mashinalaridan bitta haydab ko'ring. Xudo xolasa narxini zo'r qo'yamiz. Zika 007 Performance 2024-yil 3-oy 24 ming probeg ishlari qilingan, polni kuzov broneplenkada, ishlari ham broneplenkani, salon laminatsiyalari qilingan, rusifikatsiya hamma narsasi bo'lgan. Mashina ideal holatda, rullari ham yaltirab ketmagan, salonlari, panoramalari, preshinalari yo'q, hammasini tekshirib oldik. Tonirovkalari bor, broneplenka, eshik alishgan, Xitoydan kelganda yo'lda urilgan. Xo'p, bagajini qo'yib ko'rsataman. Bagajda yengicha chiqqan-u, takoy shashlik qiladigan. O'shanda bagajida shu kuygan ekan, o'shanga septirilgan tepasi. Bemalol mashinani o'zingizlar tekshirtirib olasizlar. Mashina ideal, qurt, tonirovka, broneplenka, shuni o'zi ham rusifikatsiyalari normalniy расход ketadi. Pastlari karboni, shu karbonli qilingan. Xullas, zavodskoy bo'ladi karbonlari. O'zim haydagan bu mashina, juda zo'r mashina. 34.800 ga bosib olsangiz bo'ladi. Nomer yozib qoldiraman. Bemalol qiling.